Xayrli kech o'rtoqlar. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam ko'pchilikning penasi ishlamay qolib, ulkasi chiqilib qolyapti va klientlarga xohlagan vaqt o'zi samosiyatini taxlash uchun men bitta video qilib qo'ymoqchiman. Shu pena nasosini qanday qilib ichini toza qilish kerakligi haqida. Bu qisqacha ma'lumot o'zlaringiz uchun saqlanib qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Bu ulka bo'ladi. Bu samoykani yuragi bo'ladi. Bu ximikatni tortib, surib beradigan narsa. Buni hozir ichini ochib sizlarga ko'rsatib beraman, qanday qilib toza qilish kerakligini. Bu qaysi holatda ishlab beradi. Buni apterka bilan yechib olasizlar. Men bo'shatib qo'yganman buni. Hozir qarab turinglar. Bu xuddi shu holatga chiqadi. Ichida temir ham qolib ketdi. Buni yechib tashlaymiz hammasini. Ko'rib turishingiz mumkin. Buni ichida yangisi o'zining suyuqligi bo'ladi. Hozir buni ichida men ichini ochib ko'rsatib beraman. Qarang. Mana ustini bitta bosib, mana bosib aylantirganda chiqadi. Bu xuddi eski Jigullarning qanaqadir SSR mashinalarning lampochkasi bo'ladi-yu. Xuddi shunga o'xshab ketadi buni ko'rinishi. Xo'p, mana. Rezlarni olib qo'yamiz alohida. Kichkina prujnasi tepasida bo'ladi, kattasi pastda bo'ladi mana. Ichida katta prujna bor, ko'rishingiz mumkin ichini. Buni chiqarib olsam bo'ladi, lekin bu suyuqligi to'kilib ketmasligi uchun biz buni shunday olib turamiz, asrab turamiz. Mana temiri. Bu ulka yangi bo'lgani uchun sizlarga buni polni ichini bo'shatib ko'rsatib beraman. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Ichida kichkina zarik bo'ladi. Agar tiqilgan bo'lsa, bu zarik ichkariga ketib qoladi, tiqilib yog' bo'lib qoladi. Buni mana bu tomonni atverka bilan yechib olib, sekingina aylantirib olib, uy sharoitida ko'rsatib beraman. Mana pichoq bilan olib, mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Ulkaning ichi xuddi shunaqa bo'ladi va buni yig'ish uchun prujnani bir tomoni katta, bir tomoni kichik bo'ladi. Varonkaga o'xshagan, xuddi shu katta tomoni pastga yuboriladi. Ichkariga ketdi va sallikka qo'yiladi. Va buni zarikka tashlab qo'yiladi. Mana bunaqa. Va buni yig'ish uchun mana. Mana bunaqa shaybaga o'xshagan narsa bo'ladi, plastmassaviy va buni qo'yiladi o'rtasidan. Bo'ldi. Endi buni yig'ish uchun sallik ustiga qo'yiladi. Sallik qo'yildi va mana bu temir tashlanadi. Temir qarang, uchi mana zarikka tegish kerak. Va prujna xuddi shunaqa qilib qaytib yopib qo'yiladi. Oson narsa. Temir, plastmas, mana bu ichidagi temir. Xuddi mana shunaqa bo'lish kerak. Yopayotganda ham. Mana oddiy. Bo'ldi. Shu holatda yopib ishlatib ko'rasizlar. Buni yana proverka qilish uchun bu 220 tokda ishlaydi. Bemalol 220 tokni ulab, rozetkaga tiqsangizlar ham ishlab tekshirib ko'rsa bo'ladi shu holatda. Agar bu narsani polni sochib qaytib yig'ishni tushunmasangizlar, bizga aloqaga chiqsangizlar, men tushuntirib yuboraman. Va bu bizga o'rganib bergan samoykaga 6 oy davomida xuddi shunaqa garantiya bo'ladi. O'shani ham polni qanaqa sochib yig'ishni tushuntirib beramiz. Agar olib kelsangizlar, joyida taxlab beramiz.